Aholini sifatli, mo'l va shu bilan birga arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash sayyoramizdagi barcha mamlakatlarning, shu jumladan bizning davlatimizda ham eng birinchi galdagi masalalardan biri bo'lib turibdi. Ayni shu sababdan bu sohada ko'plab qarorlar qabul qilinmoqdaki, ulardan ko'zda tutilgan asosiy maqsad bitta u ham bo'lsa, aholining yanada farovon, to'q va to'kin yashashini ta'minlashdan iboratdir. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13 avgust kunida qabul qilingan baliqchilik tarmog'ida monopoliyadan chiqarish va xususiylashtirishni chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 350-sonli qarori ham bu borada muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, baliq go'shti oqsillariga boy parhez taom hisoblanib, inson salomatligida muhim o'rin egallaydi. Shunga ko'ra, mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan 1600 dan ortiq baliqchilik fermer xo'jaliklarida xalqimiz ehtiyoji uchun zarur bo'lgan sifatli va sara mahsulot ishlab chiqarishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ularning hisobida 583 ming gektardan ziyod maydondagi suv havzalari bor. Bu yil ushbu sohani bundan-da kengaytirish maqsadida yana 448 ta loyiha tasdiqlandi. Ularni hayotga tatbiq etish uchun tijorat banklari tomonidan 5 milliard 249 million so'm miqdorda uzoq muddatli kreditlar ajratildi. Furqat tumanining Chirkey qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ma'rufjon Mamatqulov ham baliqchilikni rivojlantirishga o'zining shaxsiy hissasini qo'shishga astoydil bel bog'lagan. Fotima Husan Voiz dehqon xo'jaligida kam sarf bo'lgan mo'l ozuqa yetishtirish yo'lida astoydil izlanmoqda. O'zimiz tanigan sazan, do'ngpeshana, oq amur degan baliqlardan anchagina ustuvorligini shu o'zimni o'qib izlanishlarimga solishtirib ko'rganda kam xarajatligi, suvni tanqischiligida suvga muammolar shu baliqda bo'lmasligini men shu izlanishlarim jarayonida o'zini isbotini topdi. Ma'rufjon Mamatqulov usuli bilan baliq yetishtirilganda birinchidan ortiqcha suv sarfi bo'lmaydi, ikkinchidan unchalik katta maydon kerak emas. Uchinchidan esa Afrika marmar laqqasining voyaga yetish muddati qisqa. 6 oy muddatda 1 kilogramm vazn olgandan so'ng u har oyda 1 kilogrammdan semirishi mumkin. 6 oygacha bu baliq 800 grammdan 1 kilo 200 gacha vazn oladi. Keyin 6 oydan keyin bu o'ta ishtahasi ochilib, o'ta xuddi pilla qurtiga o'xshab oz-ozdan yeb boradi-da. Keyin o'sha 1 kilodan oshgandan keyin birdaniga buni ishtahasi ochiladi. Agar o'sha talabidagi ovqatni bersa, bu baliq 1 oyda 1 kilo vazn oladi. Izlagan imkon topadi deydilar. O'tgan vaqt davomida tadbirkor baliq urug'ini shu yerning o'zida yetishtirishni yo'lga qo'ydi. Endilikda u o'zi singari tadbirkorlarga boqish uchun turli vazn va o'lchamdagi baliq chavoqlarini ham sotishi mumkin. Shunday izlanuvchan odamlar bor ekan, yurtimiz yanada obod, yanada farovon bo'laveradi.